jinoyatchilik va turli huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, fuqarolar xavfsizligini va jamoat tartibini saqlash borasida uzviy va samarali xizmat tashkil etish bugun ichki ishlar organlari xodimlarining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Narpay tumanida turli jinoyatlar ko'rsatkichi tahlili asosida so'nggi yillar davomida qizil toifadagi mahallalarni yashil toifaga o'tkazish maqsadida qator manzilli tadbirlar olib borilmoqda. Mahallalarni qizil toifadan chiqarish, jinoyat va turli huquqbuzarliklardan xoli hududga aylantirish maqsadida tuman ichki ishlar bo'limi mahalla yettiligi va boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda manzilli ishlar tashkil qilinmoqda. Mazkur yo'nalishdagi ishlar tasdiqlangan yo'l xaritasi asosida amalga oshirilmoqda. Jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishga mahalla yettiligi tomonidan olib borilayotgan profilaktik jarayonlar o'zining samarasini ko'rsatmoqda. Har hafta o'tkaziladigan profilaktika kuni tadbirlarida o'tgan vaqt davomida sodir etilgan jinoyat va huquqbuzarliklarni hududlar kesimida tahlil qilinadi. Mahallada yashovchi muqaddam sudlangan, uyushmagan og'ir toifadagi yoshlar, ishsiz ayollar bilan yakka tartibda profilaktik tadbirlar o'tkazilib, ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, tuman hududida tungi xizmat tadbirlari yo'lga qo'yilgan bo'lib, unga jalb qilingan mas'ullarning xizmat olib borish jarayonlarini nazorat qilish, xizmatning sifat darajasini oshirish maqsadida ham sutka davomida sodir etilayotgan jinoyatlarni issiq izdan fosh etilishi ta'minlashga ham asosiy e'tibor qaratilmoqda. Tuman hududida fuqarolar o'rtasida jinoyat va huquqbuzarliklarni kamaytirish, jinoyatlarni tub mohiyatini o'rganish, kriminogen vaziyatni yaxshilash borasida qator manzilli ishlar olib borilmoqda. Bu kun Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand